Assalamualaikum aziz vatandaşlar. Hammangizda 2025-yil Hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Mana oldimda ko'rib turgan Polona M1 daraxti 2022-yil 19-mayda stakan holatda ekilgandi. 2023-yil 20-martda stres qilingan. Mana 2025-yil iyun oyi bo'layotgan bo'lsa 2 yili 2,5 oylik daraxt. Xudo xolasa bundan har yili stakandan egib ko'paytiramiz. Kunga kerak bo'lsa travmaga xudo xolasa tayyor bo'ladi ko'chatlar. Polona M1 sorti. Samarqand Jonboy M1 deb yozsangiz chiqamiz.